Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Bu videom yaqinda 1-fevral Toshkent Humo Arenada bo'lib o'tgan Oktagon Liga turnirida, MMA turnirida hamyurtimiz qashqadaryolik Shahzod Gold va ozarbayjonlik Muhammadali Nurusovni jangiga pul tikib, ancha katta pullarini yutkazib qo'ygan ayrim odamlar haqida bo'ladi. Avvalambor shu kanalimga obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar. Shunda yangi chiqqan videolardan, qiziqarli videolardan xabardor bo'lasizlar, ko'rib borasizlar. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangizlar, obuna bo'lib kanalimga. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Qo'llab-quvvatlab yuboringlar bu kanalimni. Obuna bepul. Shuning uchun kanalimga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib obuna bo'linglar. Videolarga like bosinglar. Kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni bildirib qoldiringlar. Qimorga qiziqib pul tikkan ayrim vatandoshlarimiz bor budidan ayrildi. Pullarni yutkazib qo'ydi-da. U pullarni yaxshi ishlarga ishlatsa ham bo'lardi. Lekin Shahzod Goldni yutishiga ishonib katta pullarni tikib yubordilar, ana bor budlardan ayrildilar. Endi hammamiz ham ishonganmiz, uni yutadi deb o'ylaganmiz. Men ham masalan yutadi deb o'yladim shu jangda. Shahzod Gold hamyurtimizni yutadi deb o'ylaganman, yutishini xohlaganman, lekin unday bo'lmadi. Afsuski. Shuning uchun qimor degan narsaga qiziqavermaslik kerak. U harom narsa hisoblanadi. Alloh taologa ham yoqmaydi u qimor degan narsalar. Shuni ko'pchilik odam biladi, lekin shunda ham baribir katta pullarga qiziqadilar-da. Qimorga pul tikib ana bor budda ayrilib o'tiribdilar. Nima keragi bor edi unday qilib? Shu pullarni yaxshi ishlarga ishlatsalar bo'lardi masalan. Unday qilgandan ko'ra. Aytmoqchimanki, ko'zlaringizni ochinglar. Ayrim odamlar bundan keyin ham qimorga pul tikmoqchi bo'lib o'tirgan, shu niyatda yurgan odamlar ham men shu videomni ko'rib xulosa chiqaradi deb o'ylayman. Men shu gaplarimdan keyin o'sha qimorga pul tikkan, bor buddan ayrilgan odamlar ham bundan keyin unday xatolarni takrorlamaydi deb umid qilaman. Aziz Estetni bitta videosini ko'rib qoldim. Aziz Estet akani, uni tanishlari undan pul ham so'rabdi. Yutkazib qo'ygan, qimorga pul tikib yutkazib qo'ygan tanishlari pul ham so'rabdi undan. Bor budimizda ayrildik, yordam bering deb. Yana bitta akani ijtimoiy tarmoqda videosini ko'rib qoldim. O'sha akani tanishi ham yaxshigina bir biznesmen aka ekan, u tanishi, qimorga pul tikkan tanishi. U anchagina pulini tikib qo'yibdi-da, o'sha odam ham keyin Shahzod Gold jangda yutkazgandan keyin qimordagi tikkan pullarni hammasini yutkazgan, keyin yutkazgandan keyin Alloh ko'rsatmasin, astag'firulloh, o'zini osib qo'yibdi o'sha odam keyin. O'zini osibdi. Bor budidan ayrilgandan keyin. Alloh rahmatiga olsin, shu odamning iloyim joylari jannatda bo'lsin. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Bundan buyog'iga ham o'sha qimorga qiziqib yurgan odamlar, ko'zlaringizni ochinglar, yaxshi emas bu. Bor budingizdan ayrilasizlar. Men shunday yutadi deb fikr qilib katta pullarni tikib yuborasizlar, keyin men shunday bo'lib yutkazib qolsa, keyin bor budingizdan ayrilasizlar. Shuning uchun ko'zlaringizni ochinglar. Bu yo'ldan qaytinglar. Qimor degan narsa harom, u yaxshi emas. U pullarni boshqa bir yaxshi ishlarga sarflanglar. Ko'zlaringizni ochinglar. Ayrim odamlar, ayrim. Hammaga ham taalluqli emas bu gapim. O'sha qimorga qiziqadigan ayrim odamlarga taalluqli bu gaplarim. Ko'zlaringizni ochinglar. Ayrim vatandoshlar, qimorga qiziqadiganlar, hammamizni Alloh o'z panohida asrasin.
yurtimiz tinch bolsun, Özbegistonymyz, dünýä tinç bolsun, osmanymyz musaffa bolsun. Sog salamat bolasılar, wetendoşlar.